Assalomu alaykum, Master Class kanalimiz kuzatuvchilari. Mana ko'pdan beri kutilayotgan Monster drabilkalarimiz yetib keldi sklatimizga. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Hozir bularni sizlarga narxlari va batafsil necha kilovatlarga ishlashlarini ko'rsatib tushuntirib o'taman. Bunisidan boshlaymiz. Bulari 220 ga ishlaydi. Motor kilovatlari 3 kilovatlik bo'ladi. 3 xil setkasida 1 soatiga ko'rib o'tishinglar mumkin. 500 kilodan 600 kilo har qanaqa don mahsulotlarni un ko'rinishda maydalab beradi va undan tashqari yorma holatida ham maydalab beradi. Mana bu joydan solinadi. O't hashaylar quruq holatlarga bu joydan solinadi, bu joydan tushadi. Bau firmaniki. Faqat o'tmas, kelgan don mahsulotlarni ham solib turib, mana bu ulitka orqali tortib turib, mana shu joydan o'zi otib beradi. Bu oddiy 220 varianti bo'ladi. Endi bundan tashqari 7,5 kilovatlik, undan kelgangisi 11 kilovat, 15 kilovat, 18,5 kilovatlari ham mana bunaqa gigantlari ham mavjud. Ularni ham birma-bir tanishtirib o'taman. Hozir mana 15 kilovatlikni yig'ib ustonovka qilib qo'ydik. Tayyor qilib, klientimiz bor. Bunga ham zakaz asosida shu ramalarga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Legirovka qilib, remellarni, sentrovkalarini ko'rib, bemalol legirovka qila olasizlar. Motor qismlari bu 15 kilovatlik 1,5 оборот bo'ladi. 1,5 оборот 380 ga ishlaydi. 100% mis atmotkali bo'ladi. Buni ko'rib qo'yasizlar, mana 3 ta remel orqali harakatlanadi. Bu ham xuddi shu kichkinaga o'xshagan mana bu 3 xil setkada bo'ladi. Bunisi shakar holatdagisi, mana bunisi esa elagi yorma holatdagi, bunisi esa juda ham mayin un ko'rinishda chiqarib beradi. Bir soatiga 1 tonnadan 1 tonna 200 gacha har qanday don mahsulotlarni maydalab un ko'rinishda qilib beraveradi. Sof og'irligi 135 kilo, 15 kilovatlik. Bunisi bunker qismi 3400 оборот. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu tarafdan solinadi. Ishlari ham ancha baquvvat narsa. Ulitkalari ham baquvvat. Hashaydi bu tarafdan solib, bu tarafdan tushaveradi bemalol. Don mahsulotlari esa mana bu bunkerdan montaj qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Endi buni hozir ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Setka solishlarini. Mana bu ikkita gaykadan bo'shaydi va bu tarafdan ko'rib o'tishinglar mumkin, ochiladi. Mana bulari esa qalin cho'yanli bo'ladi. Korpuslari temir korpus bo'ladi, polni va mana bunaqa 32 ta mallatoklar bilan jihozlangan ancha baquvvat narsa. Listlari ham qalin bo'ladi. Ikki qatorli bo'ladi. Pachimliklari ham maslinli pachimlik, tashqari holatda joylashgan, ichida changda qolmaydi. Setkalari ham shu joydan almashtirib foydalanishingiz mumkin. Mana bulari esa terilgan varianti, hozirgina upakovka holatdagisi, pachkadagi holat, shu holatda yetib boradi. Xo'p, mana buni kilovati ko'rishingiz mumkin. 7,5 kilovatligi, 7,5 kilovatligi 1 soatiga 700 kilodan 900 kilogacha don mahsulotlarni bemalol maydalaveradi. 100 kilo o'zini sof og'irligi bo'ladi. Motorlari ham mana bunaqa ko'rinishda ramaga qatiriladi. Mana bunisi 7,5 kilovatli bo'ladi. Bunisi 1 soatiga 700 kilodan 900 kilogacha har qanaqa don mahsulotlarni maydalab beraveradi. O'zini sof og'irligi 100 kilo. Endi bundan keyingi kattarog'i 11 kilovatli bo'ladi. Bu 11 kilovatligimiz bunker qismlari ham kattalashib boraveradi. 11 kilovat 3400 оборот bo'ladi. 1 soatiga 800 kilodan 1 tonnagacha
don mahsulotlarni, hashay mahsulotlarni maydalab beradi. O'zini sof og'irligi 115 kg bo'ladi. Bunker qismlarini ham mana metrda bir qator ko'rsatib beraman. Undan tashqari mana bunisi 15 kW. 15 kW bir soatiga 1 tonnadan 1 tonna 200 ga maydalab beradi. Buni sof og'irligi 135 kg bo'ladi. Modellarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. 40 ga 35. 15 kWligi. O'zi katta kichikligida hammasida farqi bor. Mana bunisi esa 18,5 kWligi. Bunisi o'zini sof og'irligi 170 kg bo'ladi. 1 soatiga 1 tonna 200 dan 1 tonna 400. Bu bunker qismi kattaligini hisobiga donni tezroq chiqarish xususiyatiga ega. Shuning uchun hammasi katta kichikligida farqi bor. Modellari mana 50 ga 40 modelli bo'ladi. Lekin bunga ham misol uchun 18,5 motorda bunga qo'yib qo'yishinglar ham mumkin. Unda ham bemalol ishlaveradi. Mana bular ham hozir boya ko'rsatib o'tganimdek 11 kWli bo'ladi. Nalichida hamma kilovatlar bor. Mana bu bunker qismlarini aytib o'tganimdek hozir o'lchab sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana buniki 18,5 kWlidiki 41 sm ekan. Bunker qismi katta kichikligini bir qator ko'rib qo'yasizlar. Mana bunisi esa 35. Bu 15 kWli bunker qismi bo'lyapti. Bunisi esa bunga ham 11 ga 15 deb yozilgan. 11 kW motor ham 15 kW motor ham qo'yib foydalanishingiz mumkin degan. Shuning uchun mana buni ham adashtirib qo'ymaysizlar. Bu 28 sm-ligi. Endi buni 11 deyilgan. 11 ga 7,5. Mana bunga o'zi 7,5 kWli 11 kWli motor qo'yib foydalansanglar ham bo'laveradi. Buni bunker qismlari 21. Hamma komplektlari bor. Shkif, remen, hamma narsalari komplekt bo'ladi. O'zimizda birinchi qo'l hamma komplekt naborlari bo'ladi. Mana shu holatda bir komplekt deyiladi. Orqada latog'i va remenlari komplekt beriladi. Shkiflari esa mana o'zida bo'ladi. 3 ta remenli bo'ladi, 3 qator. 2 qatorlilari ham bo'ladi. U o'ta lyufti bo'ladi. Shuning uchun bularni 3 qatorli qilib zakaz qilganmiz. Mana bular esa 220 ga bemalol xonadon uchun mini fermalarga tavsiya qilaveramiz. Xonadonga bemalol foydalanib ishlatishingiz mumkin. Bular esa biznes qilaman degan akalarimiz uchun yoki katta fermalarga ishlatib, tekshirib, o'rnatib ham beramiz. Vodiy territoriya bo'lsa, dastavkalari ichida qilib, hozir batafsil narxlarini aytib o'taman. Narxlarni mana bunisidan boshlaymiz. 220 lidiki 3 kWli bo'ladi. 550 dollardan 12 ta viloyatga dastavkasini qilib beramiz. 7,5 kWligini narxi esa mana bunisi 7,5 kWli bo'ladi. Buni narxi 950 dollardan 12 ta viloyatga dastavkasi bilan qilib beramiz. 11 kWligimizning narxi 1100 dollar. 380 bu ham misat motkali bo'ladi. Sof og'irliklari 115 kg. Undan keyingi kattarog'i 15 kWli bo'ladi. 15 kWligimizning narxi 1200 dollar. 18,5 kWligimizning narxi esa 1500 dollar. 12 ta viloyatga dastavkalari ichida qilib beramiz. Kimga shunaqa har xil turdagi drabilkalar kerak bo'lsa, o'zimizga, ya'ni pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Optim narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.